yaxshi narsalar hozir yo'qotilar ekan akalar, qaranglar. To'ng plastmassa qismda. Keyin deb uy sharoitida. Mashina o'zini qilasizmi ekan? Mana uka, mana mayillar rosa ko'rinadi. Qani men shunday qilib eplab ushlab turaman endi. Tartib ham qo'yasizmi keyin? Endi shunaqa mashinalar bo'lsa, endi uy sharoitida bekarchilik, hayit ertasiga damu hammaga bayram arafasi. Tozalab plastmassasiga zo'r effekt berar ekan aka deyapti. Bitta keling, bo'lmasa bitta video qilaylikchi dedim. Hozir bitta artib ko'ramiz. Bo'ldi. Bo'lam? Mana. Mana akalar, bu zo'r, natija tuzuk. Mana bu pasi qilinmadi mana shu joylar. Mana shu joyda mana pasini qilmadi. Qandaydir matviy ko'rinishda ham beryaptimi? Lekin yaxshi, hali damashli nimaga bo'laveradi, zo'r, effekt zo'r. Endi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman-u. Zo'r narsa ekan. Qanali? Men bering-chi, chachkaningizni bitta ko'rsatib bering-chi. Mana do'konlarda sotadi akalar. Polni plastmassa detallarga ekan bu. Lekin zo'r ekan. Mana hozir 100% bilindi akalar. Kelib turinglar. Qaranglar. Cho'tka kerak bo'lsa yetar ekan. Cho'tka ham udar ekan. Bo'ldi-ku. Rahmat katta.